bu narsadan foydalanasizmi? Albatta. O'lib ket murdashav. Nima bo'lsa? Surnayu jiyan, surnay. Kuniga necha marta foydalanasiz? Abi 3-4 marta. 3-4 marta. Yaxshi. Qarang, agarda kimdir kelib, yo o'rtoqlaring tanla yoki mana shu narsani tanla desa, kim tanlagan bo'lardi? Ashun tanla. Qarang, bu narsani ochiqcha foydalanasizmi yoki yashirinchami? Ba'zi joyda ochiqcha o'zim bo'lgan paytlarda ko'chada yopib yuraman. Mayli, zo'r. Qarang, Nima? bu narsasiz hayotingiz qanday kechadi? Juda qiyin, buni o'rganib qolgan. Aka, rasmga qarashingiz mumkin. Nima edi? Mayli. O'rtoqlar, Kapitan Samarqandga obuna bo'lib qo'yasizlar. Obunachilariga chet elga sayohat hamda pul tarqatib yuribdi. Butun Samarqand, O'zbekiston bo'ylab reydlarga chiqib turibsizlar. Albatta. Omad tilaymiz, gazini bosamiz. Aka, rahmat aziz kuzatuvchilar, bizga obuna bo'ling. Pulingiz ko'paysa ko'payadi, lekin kamaymaydi. Sog' bo'lasizlar.